26 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Oylik, haftalik va kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 26 dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning birinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 3-5 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda. Siz bugun o'z kanalda edingiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.